Salom do'stlar, men Olim Shuhrat. Bugun ko'pchiligimizni qiynab kelayotgan mana shu yaqinda joriy qilingan reyestr haqida ozmoz gaplashamiz. Bu ro'yxatga chet el fuqarolarini robot o'zi avtomatik aniqlab, mana shu ma'lumotlar bazasiga yaratib qo'yapti chet el fuqarosiga nisbatan. Ko'p holatlarda bu hujjatlar tartibli yoki avval qandaydir sabablarga ko'ra hujjatlar notartib bo'lgan, muddati o'tib ketgan, 90-180 qoidasini buzilgan va hokazo. Bir necha. Endi mana yaqinda joriy qilingan amnistiyadan ko'p vatandoshlarimiz foydalanishdi va migratsiya ro'yxatdan o'tishdi, patent rasmiylashtirishga ulgurishdi va migratsion ro'yxatdan o'tib registratsiya qilib olishdi o'zlariga. Endi kuzatyapmizki, mana shu 99% qiluvchi hujjatlar tartibga bo'lgan fuqarolarga mana shu robot обнаружить qilib reyestr ro'yxatiga kirgizib qo'yapti. Kelar qisqaroq bo'lish uchun bunday nazorat qilinadigan shaxslar ro'yxatiga kirib qolgan bo'lsangiz, ishni nimadan boshlash kerak? Men sizlarga hozir batafsil tushuntirib o'taman. Bunda 3 yo'li mavjud. Mana shu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatdan sizni chiqarishlarini so'rab, rasmiy MVDga murojaat yo'llashingiz kerak bo'ladi. Bu birinchi yo'li, mana shu oson, qulay yo'li. Avval sizga go'susluga ochilgan bo'lsa, mana shu shaxsiy akkauntingiz orqali yozma ravishda tayyor bo'lgan murojaatnomani o'zingiz shaxsiy akkauntingiz orqali MVDga yuborishingiz kerak bo'ladi. Va ular 30 ish kunida ko'rib chiqib, sizga mana shu hujjatlaringiz tartibga ekanligi yoki nimadadir hujjatlaringizda xato kamchilik bo'lsa, ularni to'g'rilab, отдел politsiyaga shaxsan tashrif buyurishingizni taklif qilishlari yoki qayta yuborishni so'rashlari mumkin. Undan keyingisi, mana shu rasmiy yozilgan murojaatni olib, fizический отдел politsiya вопрос migratsiya bo'limiga ro'yxatdan o'tgan manzilingiz bo'yicha yoki hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, o'zingizga yaqin bo'lgan отдел politsiyaga mana shu yozilgan murojaatnomani olib borishingiz kerak bo'ladi. Hujjatlarni mana ko'ringlar. Tartibli, iltimos mana shu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatdan chiqarib tashlanglar deb. U yerda sizga talab qilishlari mumkin, yozma ravishda ariza qilib berishingizni. Shuning uchun avvaldan shu murojaatnomani yozib olinsa, to'g'ri bo'ladi. U yerda sarsongarchilik va hokazo shunga o'xshash ishlar bo'lmaydi. Balkim Rossiya katta, ba'zi bir politsiyalar mana shu hujjatlarni ko'rib chiqibgina mana shu yaramas reyestrdan chiqarib tashlashyapti. Ba'zi bir holatlarda shu chet el fuqarosidan yozma ravishda arizani so'rab talab qilishyapti. Ikkinchi etap o'ylashimcha sizlarga tushunarli bo'ldi. Uchinchi masala ham shunga o'xshash, rasmiy murojaatnomani o'zingiz ahlingiz esa o'zingiz yozib yoki yuristlar orqali buni yozib, ya'ni обращение murojaatnomani MVDni o'ziga pochta orqali yuborsangiz bo'ladi. Albatta buning uchun o'ta sabrli bo'lib. Mumkin sizga takliflar tushishi mumkin. Mana shu reyestrdan chiqarib berishni ma'lum bir miqdorda summa aytib, shuncha hujjat vojliklari bor ekan, keyin mana shu summani to'lab, shu reyestrdan chiqib qo'ya qolay degan bu firibgarlar orasida mana shu o'y fikrlarga to'g'ri keladigan takliflar bo'lishi ham mumkin. Masalan, sizdan pul taklif qilishlari, reyestr mana shu ro'yxatdan chiqarib berish uchun ma'lum miqdorda bir 5000 rubl, 10000 qancha aytaylik, pul talab qilib, mana shu reyestr ro'yxatdan chiqarib berishni aytishlari mumkin. Bu noto'g'ri bo'ladi. Hech kim buni pul orqali yoki boshqa sizda hujjatlar mavjud bo'lmasa, uni ko'rib chiqib, hech qanday sizga ijobiy tomonga hech qanday ko'mak bera olmaydi. Bular aksincha katta ehtimol bilan firibgarlar. Shuning uchun bundan ogoh bo'lishingiz kerak. Men hozir quyida hujjatlar tartibini sanab o'taman. Ushbu hujjatlar mavjud bo'lsa, sizda allaqachon mana shu reyestr ro'yxatdan chiqarilasiz. Reyestr ro'yxatdan chiqish uchun chet el fuqarolari go'susluga ochib, mana shu lishniy kabinet orqali rasmiy murojaatni yo'llamoqchi bo'lishganda yoki u yerga kirib xizmat ko'rsatish turlaridan foydalanishni so'ralganda, bu yerdagi ishchi xodimlar reyestr ro'yxatiga tushgan kishilarga xizmat ko'rsatilmaydi degan javobni berishadigan holatlari ham bor. Bu vaziyatni ham tushunish kerak. Rossiya yuqorida aytgandek juda katta, bu yerda ma'lumot juda kam. Prikaz bo'yicha mana shu chet el fuqarolari, ya'ni mana shu reyestr ro'yxatiga tushgan chet el fuqarolari uchun xizmat ko'rsatilmasin. Aks holda jarima tortilishlari, jinoyat javobgarlikka tortilishlari mumkin degan mana shu prikazda katta harflar bilan yozib qo'yilgan. Shuning uchun go'susluga portalida sizni ro'yxatdan o'tkazib qo'yish kerak bo'lgan, обязан bo'lgan xodimlar ham shu bu prikazni noto'g'ri o'qib olib, noto'g'ri talqin qilib olib, sizga xizmat ko'rsatishni rad qilishayotgan bo'lishlari mumkin. Bunday holatlar ham kuzatilyapti. Huquqiy haqqingiz talab qilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda hech qanday bir dahshatli jeri yo'q. Albatta, bilamiz, Rossiyada huquqi talab qilgan chet el fuqarolari hech kimga yoqmaydi. Lekin bunday holatlarda siz adolatli huquqingizni haq talab qilyapsiz. Ya'ni siz go'susluga portaldan ro'yxatdan o'tishingiz kerak, bankka kirib xizmatlardan foydalanishingiz kerak. Sizda mana shu yaqin kelajakda reyestrdan chiqish uchungina mana shu xizmatlar ko'rsatilishi kerak va siz bu xizmatlarni sizlarga ko'rsatishlari shart va bunga bular majbur. Shu o'rinda yana bir ma'lumot, ko'pchilikda bank kartalari ham qulflanyapti. Bank kartalari ba'zi bir holatlarda hech qanday reyestrga aloqador bo'lmagan holatda. Bunday vaziyat ikki xil holatda kuzatilishi mumkin.
Birinchisi bu mana shu reyestr ro'yxatga tushib qolgansiz. Ikkinchisi bu qanaqadir kartangizga shubhali operatsiyalar, shubhali pullar kirib chiqib ketgan. Shunday holatlarda siz bank tomonidan, MVD tomonidan kartangiz blokirovkaga tushadi va bankka murojaat qilib, birinchi navbatda siz mana shu pullar o'zingizga tegishli ekanligini, pullar katta miqdorda bo'lmasa, og'zaki savol javob qilish yo'li bilan mana shu pullar sizga tegishli ekanini bankka tasdiqlab bersangiz bo'ladi. O'rtacha 50 ming rubl va 100 ming undan yuqori bo'lgan summalar bo'lsa, bank sizga kerakli spravkalarni va NDFL shunga o'xshash hujjatlarni talab qiladi va ushbu hujjatlarni taqdim qilish yo'li bilan kartadagi ariz bo'lgan pullaringizni yetishingiz, kelajakda mana shu bank kartadan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Videoni qisqaroq qilamiz degan taqdirda ham cho'zilib ketyapti, ayb ko'rmaysizlar. Endi ushbu ro'yxatdan chiqish uchun qaysi hujjatlarni taqdim qilish kerak? Birinchisi bu трудовой деятельности SNIS deb qo'yiladi. Shu SNIS hujjat sizda bo'lishi kerak. Ikkinchi taqdim qiladigan hujjatingiz bo'lsa bu трудовой договор. Mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan bo'lsangiz, трудовой договорingiz va mana shu трудовой договор MVD ga yuborilgan, go'suslik orqali bo'lsin, fizический bo'lsin, qay yo'sin bilan yuborilgan bo'lsa ham MVD buni tasdiqlagan bo'lishi kerak. Barmog'ingiz topshirganligingiz haqidagi daktiloskopiya va ixtiyoriy tibbiy sug'urta patent olgan bo'lganingizda berilgan DMS polisini taqdim qilishingiz kerak bo'ladi. Va kopiya pasportingiz, immigratsiyon kartangizdan kopiya, registratsiyangizdan kopiya, patent va patentni necha oylik chekin to'lagan bo'lsangiz, barcha cheklardan kopiya qilishingiz kerak. Murojaatni o'z vaqtida qilib qo'ymasangiz, o'ylashimcha bu hech kim sizni nazorat qilmaydi. Aksincha, mana shu nazorat qilinadigan shaxslar ro'yxatida turib qolaverasiz. Lekin bir xursandchilik ham bor shu o'rinda. Ko'p vaziyatlarda kuzatilyapmiz. Chet el fuqarolari aksariyatlari 5-10% o'zidan o'zi mana shu inspektor xodimlariga, albatta har bir chet el fuqarosi bog'langan. Bu inspektor xodimlarning yaxshi ishlashi oqibatida ba'zi bir holatlarda chet el fuqarosida mana shu reyestr ro'yxati o'chib ketib qolayotgan holatlarni ham kuzatyapmiz. Men ushbu video ostida silka qoldiraman. Ushbu silka orqali kirib, reyestr ro'yxatida bormisiz yoki yo'q, birinchi navbatda buni tekshirib oling. Yuqorida aytgandek, bank kartalari qulflanishi aynan mana shu reyestr bilan bog'liq bo'lmagan holatlarda ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz bank kartangiz qulflandimi, darhol vahimaga tushmangda. Birinchi navbatda siz mana shu nazorat qilingan shaxslar ro'yxatidan o'zingiz kirib tekshirib ko'ring. Ana shunda siz reyestrda mavjud bo'lsangiz, shunda siz masalangizni hal qilishga kirishsangiz bo'ladi. O'ylashimcha do'stlar, ushbu video sizlarga kerak va foydali bo'ldi. Reyestrga oid savollar bo'lsa, video ostida qoldirishlaringiz mumkin. Men qo'limdan kelgancha bu savollarga javob berishga harakat qilaman. O'zlaringizni ehtiyot qiling, hurmatli do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.